İkinci amil rastçılık. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İmam İbn Qayyim el-Cevziyye rahimuhullah'ın bir dostqa samimi nasihat risalesinden kişiga xursandlik, rozimanlik ve xotirjamlik elib keladigan namozning 6 amillaridan ikinci amil rastçılık temasını okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. İkinci amil rastçılık. Kişi namazda özünü Allah'a bağışlayalaş, bütün zihnini yığıp namazını hem taşqi hem içki cihetde en yaxşı ravishda ado qilalash uchun qalbini barliq dünya meşgulatlaridan paklash kerak. Çünkü namaz zahiri yani aşkara ve batini yani yoshurun ikki tarafni o'z ichiga oladi. Oldinqisi ko'gili bo'ladigan harakatlar bilan anglig'ili bo'ladigan ovozlardir. Keyingisi bo'lsa Allohga xushu bilan yuzlanib, o'zini uningga to'liq bag'ishlash, shundaqla boshqa har qanday narsa yoki kishi uchun diqqatini chashmaslikdir. Oldinqisi badanning, keyingisi bo'lsa ruhning manziliga o'xshaydi. Shu vajidan ruh namozda hozir bo'lmasa, bu namoz ruhsiz tanga o'xshab qoladi. Banda cho'qim Robbiga ashundaq holatda yuzlanishdan nomus qilish kerak. Oshkora va yoshurun taraflari mukammal ado qilingan namoz toki Allah subhanahu ve Teala'ga ilib berilganға qadar quyoşdek parlab turdi ve Allah bundaq namozni qabul qildi. Üçüncü amil bo'ysunush ve chin yepshish. Üçüncü amil namozni Rasulullah sallallohu alayhi vasallam o'qigandek o'qish. Namozda Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan ve onun sahabalaridan rivoyat qilinmagan kişiler payda qilib olgan harakat, söz yoki sifatlardan yiroq turishdir. Kishi bu jihatda aranla qiysa yo'l chiqarishga urinadigan vojibotlarga eng to'van darajada rioya qiladiganlarning so'zlariga parvo qilmaslik kerak. Boshqa ilm ahlilari bundaq kishilarning sunnatdan cheknigan ashxil tushuncha ko'z qarashlariga raddiya berib, ular asassız halda mustahab deb turib olgan ishning amaliyotda vojib ekanligini bayon qilishgan. Bundaq kishilar o'z qilmishining sahih hadislarga va sabit bo'lgan sunnatlarga zid ekanligini bilgandan keyinmi o'zining Allah kimlarning mazhabiga ergashganligini da'vo qilishib, xatoligidan yong'ilunmaydi. Shunisi aniqki, bu yani sahih hadislarni ko'rib turibmi, men falonning mazhabiga ergashdim deyish Allah subhanahu wa ta'ala qabul qilmaydigan botil o'zirdir. Shundaqla Allah subhanahu wa ta'ala sunnatdan xabardor bo'lgandan keyin uningga amal qilmagan bandini javobgarlikka tortmay qolmaydi. Chunki Allah subhanahu wa ta'ala bizni qandaqdir ma'lum mazhablarga emas, balki o'zining payg'ambari Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga ergashishga buyurgan. Boshqalar Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga va yo'liga ergashsa, ondan ularga ergashishga bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, shu nuqtani esimizda chin saqlashimiz kerakki, Rasulullah sallallohu alayhi vasallamdan boshqa har qanday kishining ko'z qarashini muzokara qilishga, ondan Qur'on sunnatga uyg'un yoki emasligiga ko'ra qabul qilish yoki rad qilishga bo'ladi. Ammo Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning buyruqi va bayonlari qat'iy qabul qilinishga tegishlik adoqi hukmdir. Allah subhanahu wa ta'ala o'z zoti bilan qasam qilib, biz ixtilof qilishgan ishlarda Rasulullah sallallohu alayhi vasallamga murojaat qilmoqcha va uning hukmiga dilimizda
qilchilik g'um bo'lsa-mu, qanmagan holatda to'liq bo'ysunmagicha iymon etgan bo'lmaydiganligimizni bayon qilgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan boshqa har qanday insonning boshqalar to'g'risidagi hukmi yoki itoati uni Alloh subhanahu va taolaning jazosidan saqlab qola olmaydi. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bizdan savol so'raganda men sunnatni qo'yib palonining mazhabiga ergashgan edim degan javob qabul qilinmaydi. Alloh subhanahu va taolo u kuni bizdan shundoq deb so'raydi. Maza ajabtumul mursalin? Tarjimasi: payg'ambarlarga nima deb javob berdinglar? Sura Qasas 65-oyat. Alloh subhanahu va taolo haqiqatan bizdan bu haqda savol so'raydi va bizni o'ziga javob berishga buyuradi. Alloh subhanahu va taolo bu vaqtda shundoq degan. Tarjimasi: biz albatta payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlar tabliğ qildimi, sizlar qandoq javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Sura A'rof 6-oyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan. Menga vahiy qilindiki, sizlar men to'g'riliq sinilsizlar va savol so'rilsizlar. Imom Ahmad to'plagan, Shayx Albani rahimahulloh hasan deb baholagan. Bu bizning qabrida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'g'riliq so'rildiganligimizni ko'rsatadi. Shu vajidan kim bir ishning sunnat ekanligini bilib turib, Allah kimlarning ko'z qarashi sababli uni tark etsa, ya'ni shu sunnatga zid yo'l tutsa, bu qilmishlaridan so'riladi va uning oqibatini ko'rdi. Alhamdulillah, yuqorida İmam İbn Qayyim al-Jawziyya rahimahullohning bir do'stga samimiy nasihat risolasidan kishiga xursandlik, rozimanlik va xotirjamlik elib keladigan namozning 6 omillaridan ikkinchi omil rostchilik, uchinchi omil bo'ysunish va yepshish temasini oldinglar. Keyin qitimda 4-chi omil ihson va Allohga qarta hushyor bo'lish. 5-chi omil Allohning ne'matlarini e'tirof qilish, ya'ni minnatdorlik bildirish temalarini o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.